Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizden başlayımız. Leksiyede Sadakaca Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çiğsağ İşkemeğinin 21. yıl 10. ayının 16. günü. Vaziyet doğrusu gap kılsak hürmetli vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlarının sabık prezidenti. Uyghur meselesini ve Uygur'unu Aqsarayga elib kirgan George W. Bush hükümetinin devlet işler katibi, sabık devlet işler katibi Kandiliza Rice tünügüllatin bir notuk sözlegen notqada Azerbaycan Kompartiyasi özünün Tayvan'ın içki kısmındaki koşlardan paydalanıp Tayvan'da alı topalan yani davalg'ush emas, lekin qalaymaqqanchilik paydo qildi. Ham qonun chiqarish komitetida 9 oyda to'qinish paydo qildi deb ko'rsatdi. Buning ma'nosi Tayvandagi Kuomintang partiyasidan bishorat berdiki bu jungoparast, kommunistparast yoki Kuomintang partiyasining Jungo Kompartiyasidan farqi yo'q. Amaliyotda farqi yo'q vatandash. Bu Xitoy degan bir millatning ikki partiyasi, nima farq bo'ladi? Jungoda siyosat bormi? Siyosiy ko'z qarash bormi? Yo'q. Faqat mazhab, bongpay. Bu partiya, o partiya Jungoda bongpay. Partiya bo'lish xarakteriga ega bo'lgan emas vatandash. Kandiliza Rice xonim shunday ko'rsatdi. Bu sezgör tema. Yaqindan bir biz sizlarga sezgör tema to'g'risida so'zlab keldik. Bugun shuning munosabati keldi. Bu leksiyani sizlarga topshiramiz vatandoshlar. Mavzu bunda. Sabiq davlat ishlar katibi Jungo Kompartiyasi jungoparast kuchlarni Iroqdan boshqarib Tayvanning siyosiy hokimiyatini og'dirmoqchi bo'layotdi. Kuomintang suiqasd nazariyasi bilan ayblashga raddiya berdi. Masalan, Kuomintang partiyasi bu ayblashni raddiya berdi deydi. Mavzuli xabar 10 ayning 16 kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xitoyning o'zining orbiti. Xabar mundaq boshlandi. Sabiq davlat ishlar katibi Kandiliza Rice 10 ayning 14 kuni Angliya bilim xazinasida o'tkazilgan suhbatga qatnashib, Tayvan bo'g'ozi vaziyati to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Jungo Iroqdan boshqarish usulini qo'llanib, Tayvanning ichki qismidagi jungoparast kuchlarni boshqarib, 9 oyda Tayvan qonun chiqarish komitetida to'qinish paydo qildi. Bu to'qinish chet el kuchlarining rag'batlantirishiga erishdi va Kuomintangning Xitoyparast Jungo Kompartiyasi parast kuch ekanligidan bishorat berdi. Kuomintangning yangi saylangan raisi Jolilin ve onun partiya gruppasi shu yer vaqti 10 ayning 16 kuni bayonot e'lon qilib, sabiq davlat ishlar katibi Kandiliza Rice'ning ayblashlarini rad qildi. Sabiq davlat ishlar katibi Kandiliza Rice xonim navbatda mundaq ko'rsatdi. Jungoning Tayvanga qaratgan siyosatini Rossiyaning Ukrainaning sharqiy qismlarini tizginlashiga o'xshatishga bo'ladi. Iroqdan boshqarish shaklida Tayvandagi jungoparast kuchlarni boshqaryapti va Tayvanning ichki qismida har xil qalaymaqqanchilik paydo qilib, jungoparast kuchlarni kuchkurtish va quturtish orqali Tayvan hukumatining ma'muriy xizmatlarini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Bu to'g'rida Kuomintangning raisi Jolilin mundaq ko'rsatdi. Bu bir maydon harakat to'qinish Sudinchan kabinetining yuqumliq virusdan mudofialanish iqtidorining yetersizligidan norozi bo'lishdan kelib chiqqan. Har qanday siyosiy mavzularga munosabatsiz
U yana mundaq dedi, Komintangning yangi saylangan raisi Jolilan. Demokratiya Taraqqiyot Partisi eksport qilib, ya'ni import qilish yeligarligini ish qilyapti. Eksport qilib, yana import qilish yeligarligini ish qilyapti. Jolilan yana mundaq ko'rsatdi. Tayvanda Yeşillar guruhi Amerika siyosat sohasidagi muhim kishilarga ta'sir ko'rsatib, xato uchur tarqitib, Tayvandagi o'qituvchi kuchlarga Jungoparast Tayvanni sotquchilar guruhi deb avrishga chopladi. Jungoparast Tayvanni sotquchi deb avrishga chopladi. Shuning uchun Komintang cho'qim Washingtonga qaytib kelish kerak. Diqqat vatandaş. Shuning uchun Komintang cho'qim Washingtonga qaytib kelish kerak. Hatto Uyg'urning siyosat sahnesini egallashi kerak. Shuning uchun Komintang Washingtonga qaytib kelish kerak. Men qo'shib qo'ydim bir jumla. Shuning uchun Uyg'urning siyosat sahnesini Komintang egallashi kerak. Jolilan mundaq ko'rsatdi. Komintang xalqaro jamiyatga qaytib keldi. Komintang Washingtonga dunyoga qaytib keldi. Ko'pchilik Tayvanning demokratik sadosini bilishi lozim. Bu sada Birli Demokratiya Taraqqiyot Partisining sadosi emas. Ya'ni shundaqla Demokratiya Taraqqiyot Partisining iqtidorsiz ma'muriyat bilan shug'ullanishi deganlikmi emas. U yana Demokratiya Taraqqiyot Partiyasini masxara qilib, Kaohsiung shahrida yuz bergan o't optini Agong Jungo Kom partiyasining suiqasdi deb ortib qo'yishi mumkin dedi.